Barchamiz uchun yaxshi tanish bo'lgan Jaloliddin Ahmadaliyev haqida hozirgina shoshilinch muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Bahor yomg'irlari nomli yangi taronasini 12-iyul kuni soat 18:00 da o'zining rasmiy YouTube kanalidagi tinglovchilar e'tiboriga havola etdi. Yangi qo'shiq premyera qilinishi bilan qisqa vaqt ichida minglab tinglovchilar e'tiborini qozonishga ulgurdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarona faol muhokama qilinib, muxlislar o'z taassurotlari va iliq fikrlarini baham ko'rmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Bahor yomg'irlari qo'shig'ining she'ri G'ayrat Sheraliyev qalamiga mansub bo'lsa, musiqasi Jaloliddin Ahmadaliyevning o'zi tomonidan bastalangan. Izohlarda ko'plab tinglovchilar san'atkorni navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, taronaning mazmuni, ohangi va ijrosiga yuqori baho bermoqda. Ayrim muxlislar esa Bahor yomg'irlari Jaloliddin Ahmadaliyev repertuaridagi eng sara qo'shiqlardan biriga aylanishini ta'kidlab, uni qayta tinglayotganini yozib qoldirmoqda. Azizlar, sizlar ham fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmang.